Ayolning sovishi xavfli. Erkakniki emas. Chunki emotsional holatga ayol javob beradi. Erkak bir nechta ayollarga borishi mumkin, lekin o'sha oilada ajrim bo'lmasin, birga yashash tanlovi bo'ladigan bo'lsa va ayolning ko'ngli sovigan bo'lsa, bu juda og'ir holat. Chunki ayol jim bo'ladi, lekin hech qanday emotsiyani bermay qo'yadi. Faqat shunchaki farzandlari uchun yashaydi. Bunda na erkak, na farzandlar qandaydir ruhiy sog'lomlikni his qiladi. Hech qanday ruhiy sog'lomlik holati bo'lmaydi. Va shuning uchun erkakning xiyonat qilgani yoki erkakning ayolga nisbatan qandaydir sovigani emas, ayolning erkakka nisbatan sovigani yomonroq. Shuning uchun erkaklarga doim aytiladigan gap, ozginagina e'tibor ayolni bir dunyo emotsiya berishiga sabab bo'ladi. Bizda teskari o'ylashadi. Go'yo pul bo'lmasa hammasi tugadi.